U mintaqaviy falokat xavfi haqida bayonot berdi. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on Eron bilan bog'liq urush yuzasidan keskin bayonot berib, bu mojaro Yaqin Sharqni keng ko'lamli gumanitar va siyosiy falokat tomon yetaklayotganini ta'kidladi. Eronga qarshi boshlangan urush hududimizni qon va po'ruq hidiga bo'tirishda davom etmoqda, dedi Erdo'g'on. Uning aytishicha, begunoh bolalar maktabda o'qib turgan paytida raketalar nishoniga aylanmoqda. Turkiya yetakchisiga ko'ra, harbiy harakatlar mintaqadagi beqarorlikni yanada kuchaytirmoqda. Shuningdek, Erdo'g'on Turkiya qo'shni xalqlarning azob-uqubatlariga befarq bo'lib qolmasligini va do'st deb bilgan davlatlarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Alohida tarzda Turkiya prezidenti Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu siyosatini tanqid qilib, uning hukumatini mojaro keskinlashuviga sabab bo'layotganlikda va mintaqada yanada eskalatsiya hamda Levant hududini egallashga qaratilgan rejalarni amalga oshirishda aybladi. 27 kundan beri hech qanday prinsip, qadriyatlar va me'yorlarni tan olmayotgan agressorlar shiyalar bilan sunniylarni, turklar, kurdlar, arablar yoki forslar o'rtasida farq qilmayapti, dedi u. Bundan tashqari, Erdo'g'on musulmonlarning Al-Aqso masjidiga kirishiga qo'yilgan cheklovlarni tanqid qilib, buni diniy erkinlikning buzilishi deb atadi. Yakunda u Anqara tinchlik, barqarorlik va mintaqaviy hamkorlik tamoyillariga asoslangan tashqi siyosatini davom ettirishini ta'kidladi.